Boshingga tushgan har bir tashvish o'tkinchidir. Bugun dilingni xufton qilgan narsalar kun kelib ko'nglingni yoritadi. Qiyinchiliklar senga tajriba beradi. Yurishni o'rganish uchun necha bor yiqilib, necha bor o'rningdan turganingni bir esla. Yodingda tut. Har zarba yana bir pog'ona yuksalishga vasila bo'ladi. Sen duch kelgan va boshdan kechirgan sinovlar hayot maktabining saboqlaridir. Ulardan to'g'ri xulosa chiqar va yo'lingda olg'a davom et. Jaloliddin Rumiyning shunday so'zlari bor. Ey inson, boshingga tushgan g'am-alamlar sening mehmoningdir. Musibatlar mangu qolib ketadi deb o'ylama. G'am-g'ussalar sabab mahzun bo'lma. Chunki ularning bari o'tkinchidir. Aziz kitobxonlar, Faridun Uzdemir qalamiga mansub Bu ham o'tar yoxu asarini siz aziz kitobxonlarga tavsiya etamiz. Ushbu kitob sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va asar mutolaasidan bahramand bo'ling.